بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث عشر 13 ders. Misal arkadaşlar 13 dersimizdeki biz öğrenmekçi olan muhim mazmun köplük. Yani Arap tilideki köplük ikki xilga bo'linadi. Birisi Cemi musahhah, yani cemi salim deymiz. Yani birisi cemi mukassar. Cemi salim deganimiz sağlam köplük degan gap. Cemi mukassar deganimiz shakl sundirilgan köplük degan gap. Yani bunun o'zining ma'nosini chiqib turadi. Sağlam köplük deganimiz sifat shakldagi ismlar oxiriga vo va nun qo'shilibla köplükka aylantirilgan köplüklar. Masalan, Muslimun. Bunu köplükka aylantirsak muslimuna. Alimun. Köplükka aylantirsak alimuna. Mana mushunga o'xshagan sifat shakldagi so'zlarning oxiriga vo bilan nunni qo'shibla aylantirilgan köplüklar sağlam köplük deyiladi. Yani cemi mukassar, yani sundirilgan köplük deganimiz aslidagi birlikdagi shakl o'zgartirilib köplükka aylantirilgan köplüklar sundirilgan, yani mukassar cemi mukassar deyildi. Masalan, rajulun köplükka aylantirilsa rijalunga aylanadi. Kitabun köplükka aylantirilsa kutubun, yani aslidagi birlik holati o'zgartirilib köplükka aylantiriladi. Bu cemi mukassar. Endi bizga muhim bilishga tegishli mazmun bu jumladagi asosiy bilak köplükka aylansa, masalan asosiy bilak deganimiz jumladagi igi bilak qatorliqlar, ega sifatlangich qatorliq bilaklar asosiy bilak hisoblanadi. Igi bilak köplükka aylantirilsa, shunga mas holda xabar bilak yoki sifatlangich bilak köplükka aylansa, bunga mas holda sifat bilak köplükka aylanadi. Yani cümledeki asosiy bilak köplükka aylansa, qo'shimcha bilaklarmi mas holda köplükka aylanadi. Mush nuqtaga diqqat qilib olsak, qolgan mazmunlar bizga qiyin to'xtamaydi, Biz avval yangi so'zliklarni o'rganib olaylik. Al-kalimatul jadida. Yangi so'zlar. Al-haqlu, huqulun, an-nasu, al-qaryatu, ad-dayfu, ash-shaykhu, al-mat'amu, al-madrasatul ibtidaiyya. Al-haqlu deganimiz etiz. Huqul uning ko'pligi etizlar. An-nasu kishilar. Al-qaryatu yeza yoki kanat. Ad-dayfu mehmon. Ash-shaykhu oqsoqol. Endi oqsoqoldan boshqa menda hurmatlik o'zi yosh kichik bo'lsa-mu, hurmatlik ama bilimli kishilarni arablarda ash-shayx deydigan hukm bor. Asli o'zining asli ma'nosi qari buvoy degan ma'noda. Ammo keyincha yurt mahallining cho'ng oqsoqoliga, undan keyin bilimli kishilarga, hurmatli kishilarga mu shayx deb ishlatiladi. Al-mat'am oshxona, shu bozorlardagi oshxonalar. Al-madrasatul ibtidaiyya boshlang'ich maktab. Endi arkadaşlar so'zliklarni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekstga kelsak bo'ladi. Avval men sizlarga tekstni o'qib birib o'tgandan keyin tarjima qilib tahlil qilib beraman. الدرس الثالث عشر. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي؟ هم طلاب جدد. من أين هم؟ هم من أمريكا. أهم زملاؤك؟ نعم هم زملائي. هم في فصلي. أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون. ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. ومن هؤلاء الرجال القصار؟ هم حجاج. من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. أين المصطفى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. Tarjimasiga diqqat qilaylik. Bu yosh yigitlar, bu igiz yigitlar kim? Ya Ali. Odatda Ali, ya Ali degani jumladagi chaqiriq harfi, chaqiriq bilak. Anog'ani Uyg'urchada buni intonatsiya orqali Ali. Bu
igiz yigitlar kim degan shakl tarjima qilamiz. Endi bu jumladagi asosiy bilak haulai al-fitya. Al-fitya yigitlar fatanning ko'pligi fitya bo'lib, shu al-fitya ko'plik keltirilishi bilan buning ishlatilgan ko'rsatish almashmo haulai deb ko'plik ishlatilindi. Undan keyin uning sifati bo'lgan tivalmo mas qadamda ko'plik shaklda keltirildi. Endi men bu o'rindagi savol vositasi bu ko'plik, birlik, erlik, ayollikqa o'rtaq ishlatilgachga bu yerda buni ko'p birlik ya ko'plik deb shakl jihat ayrilmaydi. Qaysi kelsa ishlatilaveradi. Hum tullabun judud, ular yangi o'quvchi. Jumlaning egisi hum ko'plik kelgachga xabar bilakin tullabun jududunmi o'xshashlar ko'plik kelyotdi. Tullabun sifatlanguvchi jududun nima? Sifat jadidning ko'pligi judud, talibning ko'pligi tullab. Sifat va sifatlanguvchi har ikkili bilak ko'plik shaklda keltirildi. Min aynahum, ular qayerdan? Bu jumlada shu igi bo'lgan humlam ko'plik keltirildi. Undan keyin ayna bu ravish bo'lg'achqa, savol vositasi ravish bo'lg'achqa buning ko'plik birlik deb ayrilmaydi. Hum min Amerika, ular Amerikadan. Ahum zumalauk, ular sizning saboqdoshlaringizmi? Hum ko'plik, zumalaukmu mashalda zamilning ko'pligi zumalauk ko'plik keltirildi. Naam, hum zumalai. Hum fi fasli. Shundoq ular mening saboqdoshlarim, ular mening sinfimda. Ammo jumladami hum ko'plik keldi, zumalai degan xabar bilan o'xshashlar ko'plik keltirildi. Hum igi bilan ko'plik keldi. Fi fasli ravish o'g'achqa buni ko'plik birlik deb ayrilmaydi. Ahum mujtahidun, ular tirishchanmi? Qarayli. Hum igi bilan mujtahidun xabar bilan. Igi bilan masalda xabar bilan nima keltirildi? Ko'plik keldi. Undan keyin mujtahid birligi mujtahidda mujtahidning oxiriga va bilan nun qo'shish orqali ko'plikka aylantirildi. Bu jami muzakkar salim deyildi. Ya'ni erlik sog'lom ko'plik. O'rinlardagi talibni tullabga ko'plik qilingan, fatanni fityanga ko'plik qilinganning shaklini hammasi jami mukassir deyildi. Ma asma'uhum, ularning ismlari nima? Asma ismning ko'pligi. Asma'uhum, ularning ismlari Yasir, Zakariya, Musa va Abdullah. ومن هؤلاء الرجال القصار bu pakar kishilar kimi haulai ko'plik ar-rijal mu ko'plik qisar mu mas qadamda ko'plik keltirildi. Hum hujjajun, ular hojilar. Min aynahum, ular qayerdan? Ba'dhuhum min as-Sin va ba'dhuhum min al-Yaban. Bir qismi Jungudan, bir qismi Yaponiyadan. Ayna al-Mustafa va asdiqahu, Mustafa va uning do'stlari qayerda? Zahabu ila al-mat'am. Ular oshxonaga ketdi. Ma'runda Mustafa va uning do'stlari ko'plik o'g'achqa, uning keltirilgan filmi zahabu mas qadamda ko'plik keltirildi. Saboqdoshlar, jumladagi darsdagi va tekstlardagi jumladagi birlik va ko'plik keltirish qoidalarini ozroq tushungan bo'lsak, mashqlarni ishlab boqayli. Tamarin, ko'nikmalar. At-tamrin al-awwal, birinchi ko'nikma: havil al-mubtada'a fi kulli min al-jumal al-ati ila jam'a. Tuvandagi jumlalardan har biridagi mubtadani ko'plikka aylantiring. Masalan, mubtada yana igini ko'plikka aylantiring degan gap mas qadamda xabarlarni ko'plikka aylantiradi. Masalan, hada talibun. Agar mujni ko'plikka aylantirmoqchi bo'lsa, avval haulayni aylantiramiz. Undan keyin mas qadamda talibunning ko'plikka tullabunni kelamiz. Nima deymiz? Haulai tullabun. Ikkinchisi, hada tajirun. Hazani haulay o'zgartiramiz, tajirini tujjar o'zgartiramiz. Mushu bo'yicha qolganlarini biz o'zgartirib baqsak bo'ladi. Undan keyin keyinda berilgan xabar bilan haja tajir rajul kabir sag'ir qasr deganlarning matarabda tirnoq ichida berilgan ulga ko'plik shakllari bor. Shuni ishlatsak bo'ladi. İkinci ko'nikma: havil al-mufradat allati tahtaha khat ila jumu' kama huwa muwaddah fil misal. Misalda izahlanganidek ostanga sızılgan so'zlarni ko'plikka aylantiring. Masalan, berilgan misal: "Man hazar rajulu huwa haj." Bu jumladagi rajulni ko'plikka aylantiring deyotdi. Aylantirib taqayli. "Man hazar rijal." Rijal ko'plik kelgan ekan, oldidagi haza cho'qim ko'plik shaklda, ya'ni haulay kelish kerak. Ya'ni man haulay rijal. Undan keyin javobi huwa haj. Bu javobi, bu erkim, u haji. Bu yerdagi huwa hajmu savolga mas holda, savoldagi haulay rijalga mas holda huwa hum haj hujjat shaklida kelish kerak. Ya'ni hum hujjaj.
ikkinchi misolni o'zimiz ishlab boqaylik. Min ayna haza talib? Bu o'quvchi qayerdan? Am talibni ko'plikka aylantiradi. Min ayna haza tullab? Am tullab ko'plikka ekanki oldidagi haza cho'qim ko'plikka aylanish kerak. Ha, ulay tullab. Buningga mas qadamda javobi huwa minal hindining o'rniga nima keladi? Hum minal hindi keladi. Qolgan shakllarini o'zimiz shu bo'yicha ishlab baqsaq bo'ladi. Üçüncü ko'nikma adif al-asma al-atiya marratan ila zahir va ukhra ila damir kama huwa muwaddah fil misal. Misalda izohlanganidek tövendeki ismlarni bir qatim oshkora ismga izof qiling. Ya'ni bir qatim almashqa izof qiling. Tushunasizlarmi? Muzaf ilayni, ya'ni ning qo'shimchasi qo'shilgan ikki so'zni birikma. Masalan bizga berilgan misolda abna degan bir so'zni turibdi. Undan keyin abnani Muhammadga muzaf qildik emas, Muhammadning o'g'illari deb abna Muhammad. Undan keyin abnauhu, uning o'g'illari deb hu'ga bir qitim izof qildik emas. Shu bo'yicha ikkinchidan baqsaq asma'ut tullab, asma'uhum mush shaklda oxirigacha ishlab baqsaq bo'ladi. To'rtinchi misol iqra'il misal thumma hawwil jumal al-atiya misla. Misalni o'qing, undan keyin tuvandagi jumlalarni shunga o'xshash o'zgartiring deyapti. Masalan, at-talib zahaba ila al-mat'am. Bizga iya at-talib, xabar zahaba, xabar ila al-mat'am zahaba degan fe'lning to'ldiruvchisi bo'ladi. Ana shunda at-talibni ko'plikka o'zgartiramiz. Avval igi bilakni, at-tullab deb ko'plikka o'zgartgandan keyin keyingi xabar bilan qo'ygan zahaba mas qadamda zahabu degan ko'plikka aylanadi. Mana shu bo'yicha qolganlarini o'zgartirib baqsaq bo'ladi. Mesela at-talib jalasa fil fasli. Bunga at-talib at-tullab o'zgaraydi. Undan jalasa mas qadamda jalasu o'zgaraydi. At-tullab jalasu fil fasli. Shu bo'yicha qolgan ikkisini ishlab baqsaq bo'ladi. 5-ko'nikma tuvandikilarni o'qib yezing deyapti. Asosliq o'qib yezish alaslikatda o'qish masalasiga kelsak, o'qib tarjima qilamiz. O'qib tarjima qilib jumlalardagi ko'plik shakllarininki qurashtirilish ahvoliga, ya'ni jumla tuzilish ahvoliga diqqat qilaylik. Bu yana o'xshash o'zingizlarga topshiriq ketdi. 6-ko'nikma tuandagi so'zlarning ko'pligini yozing. Masalan, kabir, kibar, muslimun, muslimuna, rajul, rijal, ibn, abna, dayf, duyuf, fatan, fityatun, hajjun, hujjajun, akhun, ikhwanun. Yaki ihvatun qildi. Axuning ihvan yoki ihvatun. Sag'irun, sigarun, tawilun, tivalun, g'aniyun, aghniya, faqirun, fuqara. Shu bo'yicha o'zlashtirib ketsak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. 13-dars 2-bo'lak. Biz oldingi darsimizda 13-darsning 1-bo'lak so'zlab o'tgan. Endi hozir so'zlaydigan mazmun 13-darsning 2-bo'lak. 13-darsning 1-bo'lakda biz erlik ko'plik shakllari to'g'riliq so'zlagan. Endi 13-darsning 2-bo'lakda ayollik ko'plik to'g'riliq so'zlaymiz. Endi erlik ko'plik to'g'risida biz erlik ko'plikni jami muzakkar salim, jami muzakkar jami mukassar deb ikkiga bo'lgan. Ya'ni sog'lom ko'plik, undan keyin sundirilgan ko'plik. Ayollarning o'xshashlar sog'lom ko'plik va sundirilgan ko'plik deb ikkiga bo'linadi. Endi sundirilgan ko'plik deganimiz xuddi erlik ko'plikka o'xshash odatdagi birlik shaklining qurilmasi ko'plikka aylantirilgan vaqtda o'zgartirilib aylantirilgan qurilmalar bu jami mukassar bo'ladi. Endi jami muannas salim deganimiz-chi. Ayollar sog'lom ko'plik deganimiz desa oxiriga alif bilan cho'ng ta qo'shilib ko'plikka aylantirilgan ko'pliklar jami muannas salim. Masalan, muslimatun. Bir ayol musulmon qaratildi. Buni ko'plikka aylantirsak muslimatun. Talibatun, qiz o'quvchi, talibatun o'xshash. Endi buningdagi muhim bir nuqta shu alif ta bilan ko'plikka aylantirilgan ko'pliklar azaldan zavar o'qilmaydi. Zavar o'qilishga tegishli o'rinlarda zavar o'qiladi. Mush nuqtasini tutib olsak, qolgan tarafi qiyin emas. Dars boshlashdan ilgari biz yangi so'zliklarni bir o'rganib o'taylik. Az-zawju, azwajun, al-mar'atu, nisa'un. Al-mar'atu imra'atun, qaribun. Az-zawju eri yoki ayoli. Har ikkalasi ishlatgan bo'ladi. Ayollar zavji desa erim degan ma'noda. Ayol
erlar zavji desa ayolim deganga ma'noda. Azvaj zavjning ko'pligi. Al-mar'a ayol, nisaun buning ko'pligi. Endi ma al-mar'a alif lam bilan kelsa, al-mar'a ishlatilgan bilan alif lamsiz kelsa imra'atun ishlatiladi. Bu vaqtda o'xshashlar ayol degan ma'noda. Qaribun yaqin. Bu nuqtani tushungan bo'lsak, biz dialog qilaylik. Avval o'qib, tarjima qilib, sizlarga tahlil qilib beray. Man haula'il fatayat ya Maryam? Hunna zamilati. Akhawatun hunna? Na'am, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna ash-shaykh Bilal. Ummuhunna ustadati. Ayna baytuhunna? Baytuhunna qaribun min al-madrasa. Tarjimasi. Bu qizlar Maryam, bu qizlar kim u? Endi biz oldingi bo'lakda shu erlik ko'pliklarda jumladagi asosiy bo'lak erlik gap qolsa, ko'plik gap qolsa, boshqa bo'laklar mas holda erlik ko'plik qiladi degan. Endi mana bularni endi ta'kidlaydiganimiz jumladagi ma'lum bir asosiy bo'lak ayollik ko'plik gap qolsa, mas qadamda boshqa bo'laklarni ayollik ko'plik o'zgaraydi va masalan birinchisida havolayil fatayatda fatayat fityatunning ko'plikka fatayat. Fatayat. Yani bu qizlar degan ma'noda. Bu ayollik ko'plik shaklida keladi, haulaimi ko'plik shaklida. Endi haulai erlik ayollikqa o'xshash ishlatiladigan, o'rtaq ishlatiladigan ko'plik shakli. Hunna zamilati, ular mening saboqdoshlarim. Zamilati ayollik ko'plik, hunna o'xshashlar ayollik ko'plik. Akhawatun hunna, ular bir tuqqanmi? Akhawatun hunna har ikkilisi ayollik ko'plik. Naam, hunna akhawatun, shundoq. Ular bir tuqqan. Men abuhunna, ularning dadisi kim o? Abuhunna ash-shaykh Bilal, ularning dadisi Shayx Bilal. Ummuhunna ustazati, ularning apisi mening ustozim. Ayna baytuhunna, ularning uyi qayerda? Baytuhunna qaribun min al-madrasa, ularning uyi maktabga yaqin. Ana bu biz birinchi bilakda ko'plik masalasini tushungachga bu yerda qayta ta'kidlab yoki kengroq deb o'tirish hojatsiz. Kunlik bilan qarab boqaylik. Kunlik bilan birinchisi havil al-mubtada'a fil jumal al-atiya ila jam'an kama huwa muwaddah fil misal. Tundagi jumladagi mubtadani ko'plikka aylantiring, misolda izohlanganidek. Masalan, misol haza bintun, haulai banat. Bintunni ko'plikka aylantirdik. Buning kelgan ko'rsatish almash hazihimi o'xshashlar, haulai deb ko'plikka aylandi. Bunga o'xshash hazihi taliba, talibani ko'plikka aylantirsak talibat bo'ladi. Buning ko'rsatadigan, ishlatadigan ko'rsatish almashmi albatta mas qadamda haulai o'zgaraydi. Qog'ozlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi. Ikkinchi ko'nikma o'qib yozing. Albatta bu sizlarga topshiriq ketdi. O'qib yozish jarayonida sizlar ayollik ko'plik shakllarininki jumlada o'zaro mas qadamda tang ko'plikka aylantiradigan nuqtalarga diqqat qilishinglarni talab qilaman. Uchinchi ko'nikma. Iqro'il misal summa hawil al-jumal al-atiya misla. Misolni o'qigandan keyin tuandagi jumlani shunga o'xshash o'zgartirib deyapti. Masalan, bizga berilgan misol Zaynab xarajat min al-fasli. Zaynab sinfdan chiqib ketdi. Bu normal odatga birlik jumla. Endi shuni majumlaga o'zgartiramiz. Zaynab va Amina va Maryam xarajna min al-fasl. Zaynab, Amina va Maryamlar sinfdan chiqib ketdi. Odatda 3 odam bo'lgandan keyin ko'plik bo'ladi shunday-ku. Zaynab, Amina, Maryam deb ko'paygandan keyin xaraja degan fe'l qanday kelishi kerak? Xarajna deb ko'plik shaklda kelishi kerak. Al-madrasa al-mudarrisa zahabat ila al-fasl. O'qituvchi sinfga ketdi. Endi mushuni ko'plikka aylantirib o'qib qolsa, avval mudarrisaning ko'pligini o'ylaymiz. Mudarrisaning ko'pligi bo'ladi, mudarrisat. Undan keyin mas qadamda zahabat degan fe'l ayollik ko'plikka aylanadi. Nimaga aylanadi? Zahabnaga aylanadi. Va qog'ozlarini shu bo'yicha ishlasak bo'ladi, ha. To'rtinchi ko'nikma ashr ila al-asma'i taliya bi ismi isharatin lil qarib. Tuandagi ismlarga yaqinni ko'rsatadigan ism, yaqinni ko'rsatadigan ko'rsatish olmishi bilan ishorat qiling. Masalan, haza, hazihi, haulay deganlarni. Endi buni bizga demakchi erlikka erlikni keltirasiz, ayollikni ayollikka keltirasiz demakchi. Endi buning ichidagi haulay degani erlik ayollikqa o'rtaq ishlatiladigan ko'plik ko'rsatish olmishi. Ko'rsatib boqaylik. Birinchisi ahi, albatta nima deb ko'rsatamiz? Haza. İkincisi ukhti, albatta nima deymiz? Hazihi. Uchinchisi rijal, haulai. Mudarrisun, haulai. Talibatun, albatta nima deymiz? Haulai talibat. Bunga o'xshash qog'ozlarni ishlab baqsanglar bo'ladi.
5. ko'nikma. Da'fil amakinil xaliyya minal jumalil atiyya damiran munasiban huwa, hiya, hum, hunna. Tövendeki cümlelerdeki boş olangan münasip almaş koyun. Yani huwa, hiya, hum, hunnalarni tanlab koyun da. Elbette huwa erlik birlik, hiya ayollik birlik, hum erlik köplik, hunna ayollik köplik. Hammasi 3. şahıs. Şu bunu tanlab koysak bo'ladi. Masalan, birinci misalda men hazar rajul. Bu adam kim o? Bergen cevabı mudarris, o'qituvchi. Buni ko'rish almash qo'shib qo'yib nima deymiz? Huwa mudarris. Ayna talibat, qiz o'quvchilar nerede? Ular sinfda deyish uchun nima deyish kerak? Hunna fil fasl deyish. Shunga o'xshash qog'ozlarini shu bilan ishlab ketsanglar bo'ladi, ha. 6. mashq hati jam'al asma'il atiyya. Tuvandagi ismlarning ko'plik shaklini keltiring. Ukhtun, akhawatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun, tabibatun, tabibun, atibba'u, zawjun, azwajun, zawjatun, zawjatun, fatatun, fatayatun, kabiratun, kabiratun, tawilatun, tawilatun, jadidatun, jadidatun, akhun, ikhwatun, kabirun, kibarun, jadidun, jududun. Shu bo'yicha keltirsak bo'ladi, ha. Endi bizga mavrunda jadvallashtirilgan shaklda yaqinni ko'rsatish almashtirib haza, haulai, hazihi, haulai keltirib to'g'ri. Demak, jo'g'ini erlarga haza, ayollarga hazihi. Yaqinni ko'rsatish almashi. Buni biz burunqi kitobning 5-da tushuntirib bo'lgan. Undan keyin ko'plikka kelsak, erlarga haulai, ayollarga haulai o'rtaq ishlatiladi, ha.